nomer 2 ekan moki. Qarang. Bunaqa nomerlar hozirgi paytda 7 millionga tushdi. Endi bu payt va buni ancha oldin olingan ekan. Xullas kamida 50 milliondan qimmatga olganlar bu nomerni. Nechi nomer, harflar bilan nechiligini bilgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiring. C16 Lip Motor avtomobili, oldi mordasi branirovka bo'lgan. Biraz oldi bamferini xullas nimadirga ilib olganlar. Shuni hisobiga klichalardan bizga kelganda anaqa holatda keldi. O'shanga oldi bamferidagi mordani branirovkani shilib turib, xudo xolasa, mana joylarini, zazorlarni keltirib, bamferini yana boshqatdan branirovka qilib beramiz. Mana butani ham mardurga chiqib ketgan bilan. Xullas yengil DTP bo'lgan. Hal qilsa bo'ladi. Chunki hozir buni o'zini bamferga yangi bamfer taqadigan bo'ladigan bo'lsalar, kamida $600 turadi. C16 ning bamferi $500-600 chemta atrofida taxminan. Shunaqa gaplar, nomerlar, lekin olganlar bormi? Lekin 7 million bo'lganini eshitdik-ku, lekin o'sha 7 milliondan nechidir nomer o'sha xarid qilishga ulgurganlar bormi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz, sizlardan chiqmasin.